Bugun qanday qilib kasal bo'lib, keyin tuzalib ketganimni aytib bermoqchiman. 2019-yilda tizzam og'rib qolgan. Shundan keyin yelkam, barmog'im, boshqa joylarim ham og'rishni boshlagan. Doktorga borsak, aynan taning shamollagan, reumatoid artritga uchragansan deb aytishgan va keyin davolanishni boshlaganman. Har xil dorilarni olishni boshlaganman, lekin bundan foyda bo'lmagan, bir tiyin foyda bo'lgan. Keyin doktorlar umuman tuzalib ketolmaysan deb aytgandan keyin o'zim o'rganishni boshlaganman. Shundan keyin xom ovqatlanishga o'tganman. Veganga aylanganman. Go'sht, hamma deyarli barcha mahsulotlarni ratsiondan olib tashlaganman. Faqat meva, sabzavot va yong'oqlar qolgan. Undan keyin psixosomatikani o'rganishni boshlaganman. Har xil terapiyalar olganman, seanslarni sotib olganman, o'rganganman va qishda уже yurolmay qolgandim. Hamma mushaklarim ishib qizarishni boshlagandi va lekin aynan shu pitaniya, ovqatlanish va psixosomatika, nafas mashqlari, jismoniy mashqlar bahorga kelib o'zini samarasini, foydasini berishni boshlagan va asta-sekinlik bilan oyoqqa turganman. Og'riqlar ketishni boshlagan o'zidan o'zi. Umuman dori ichmaganman u vaqtda, shunday qilib tuzalishni boshlaganman. Shuning uchun ham hozir aynan shu ma'lumotlarni sizlar bilan ulashishni juda ham xohlayapman, chunki o'zbek tilida bu ma'lumotlar juda ham kam va bizning O'zbekistonimizda ham aynan reumatoid artritga uchragan insonlar soni ham afsuski juda ham ko'p. Shuning uchun ham aynan shu ma'lumotlarni siz bilan ulashishni xohlayman. Shuning uchun ham agar sizga shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu videoni ostida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi safar alohida video olib, aynan o'sha savollaringizga batafsil javob berishga harakat qilaman. Sog' omon bo'ling.